2025-yilda beton kuyish, g'ish urish, tom yopish qanchadan bo'lyapti? Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz do'kon qurishyapti ekan. Xo'sh, ustaka bu yerda betonni qanchadan kuydilar? Beton 1,50 ming so'm. 1,50 ming 1,50 so'm. ming so'm. Armaturasi alohida. Armaturasi alohida. Aha, stashkachi. Stashkamiz 40 ming so'm. 40 ming so'm. Aha. Zaspkasi ichida bularimiz, stoykalarimiz 150 ming so'm. Kolonnalar 150 ming so'm. Armaturasi ichida. Bu regelga keladigan bo'lsak, bular 180 ming so'm armaturasi ichida. Ichida. Sisma poyezlarchi? Sisma poyezimiz 45 ming so'm. Aha. Bu ham armaturasi ichida. Ichida. Mana bu g'ishlarimiz urish. G'ishlarimiz loyga 500 so'm. Yo'lga 500 so'm. Rastvorga bo'lsa 700 so'm. 700 so'm. Birinchi etajga? Birinchi etaj, ikkinchi etaj bo'lsa qo'shiladi narxi. Qo'shiladi. Qadrdonlar aloqaga chiqarsa 0 dan o'sha shiferigacha akalarimiz qoqib berishaveradi. Xizmatlar vodiy bo'yicha olsa. Vodiy bo'yicha. Necha yil tajribali? 10 yil. 10 yildan beri mana shu bilan shug'ullanishadi. Undan tashqari mana bu xo'sh, mana buni aytib ketamiz. Regel o'rniga qo'yilgan 2 etaj bo'ladi. Xo'sh, bu joy 9 ga 6 metr ekan. Mana shu sisma poyezgacha 9000 ta pishkang'ish ketibdi. Pishkang'ishlar yetib kelishi Rishtondan Bag'dodga 1000 so'mdan yetib kelibdi. Sifati zo'r ekan. Kimga shunaqangi tajribali ustakalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ustaga rahmat. Salomat bo'ling.